Biz hamma yeyotgan po'qni mana yeyishga qaror qildim. Bir kunlik vlog boshladik. Men har kamera bilan o'rtoq bo'lishimga ancha bor. Hozirgina ishdan keldim va ertalabga piyoz, sosiska, pomidor, tuxum, ustiga sir qilib ovqat qilaman. Bir kun mana shu ovqat bilan yurmoqchiman, chunki bugun podrashkam bilan aylanishga chiqaman. Agar omadim kelib qolsa, yangi tanishgan yigit bilan, yigitim emas, просто друг bilan uchrashuvga balkim chiqib qolarman. Не знаю, посмотрим. Vlog davomida ko'rib borsanglar bo'ladi. Yagonagina o'zimcha Allohga shukr, o'zimchamga mana bunaqa ovqat pishirdim. Ko'rasizlarmi mana? Ustida prям sir turibdi. Voy, bilaman, men buni olgan bilasiz, ko'dingiz. Ustida sir turibdi, takoy kolbaska bor, pomidor bor, suvi bo'lmasligi uchun. Hidi ham normalniy. Hozir ozgina non olamiz. O'zim non yomon ko'raman. Bilmadim. Non bilan yeyish kerak, hatto bu sarig'ini. Men har doim nonni o'rtasini yeyman. Chunki nonni o'rtasini yesanglar, yigitinglar chiroyli bo'ladi. Eringlar chiroyli bo'ladimi yo'q bilmayman, yigitinglar 100% chiroyli bo'ladi. O'l yig'lamay bitta yigit. Yosh. Senga uylangandan keyin shu ishni bo'lib tashab ketganda nima qilarding? Bo'ldi, yig'lamagan o'rtoq. Xudo vaqtida basharasini ko'rsatdi. Yig'lama. Jag'ingni yop hozir. Ko'z yoshinglar chin ko'rmasin. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ineniki bo'ldi. Nima? Bugun yana suvchilik keldi. Ayjon. O'zini fermasimi? Ensasi qotyapti. 30ga kirgan qiz ensasini qotirib, ket. Shunaqa qizlar bor-ku, mana yigiti bilan yurdi, o'qish vaqtida sevdi yigitini, qiynaldi, sovchi keldi, qaytardi. Hozir bu randomniy sovchiga erga tegib ketyapti, ana bolaga na prinsip qilib. Nima deb o'lsa sevib qoladimi bolani endi bu qiz? Qizlarning logikasiga вообще WTF. To'g'ri, lekin endi yigitni tashab ketdi, bo'ldi, endi bokira bo'lib o'taman deyish ham xato. Okey, посмотрим oxirgacha. Axir bu taqdirlar firma bizdan yaxshilikka chorlaydi-ku. Nimaga faqat bir xil bola chiqadi? Mana uylanmagan, boyvachcha, yosh yigitcha desa faqat mana shu bola. Faqat to'g'risini aytayapman. Faqat bitta aktyor chiqadi, faqat mana shu chiqadi. Yana kamida mana shuni jentrasi bo'ladi. Men sizga 100% javob beraman. Mayli. Bu yo'g'iga hali nasibsiz ko'p ko'rishamiz. Mayli. Hozir bilasan nima bo'ldi? Soat 4da uchrashdi mana shu qiz. Boyasiga 3:30da o'qishdan chiqsam, 4da o'sha bola bilan ko'rishdi. Soat 9:30da uyga olib kelib tashadi. 5 soat, okey, norm. 5 soat o'tgandan keyin bagajnikini ochib, bitta gul bilan shokolad beryapti. Ya'ni mana shu gul 5 soat davomida suvsiz bagajda turdi, qo'ldagi shokolad bilan bagajda. Yoz kuni olinayotgan serial. Okey, допустим. Men umrimda gul olmaganman, o'shaning uchun bilmayman. Gul balkim 5 soatda bagajnikda balkim o'lib ketar, enasinikiga kirib. Boże. Shetvali. Sog' bo'ling. Men ovqat yeb qo'ymayapti. Motorzi. Hoziroq olimosim yo'qman deb qo'ymanib ketyapti. Ko'chaga ham chiqib oldim. Hozir podrashkam bilan ko'rishaman. Вообще sumkam og'ir, ikkita telefon. Kamerani zashitkasi bor. Blin, вообще. O'zim shunaqa bir xurupki qizcha bo'lsam, lukimiz keyin ozgina podrashkam bilan ko'rishib, salom alaykum qilib olaylik, keyin ko'rsataman. Qanaqa luk kiyganimizni baho berasizlar. Merhaba. Arkadaşım bekliyor yukarı. Hozir dugonasi bilan tanishtirmoqchiman. Okey. Xullas, outfitimizdan ko'rasizlar, baho beringlar. Короче, у меня такой iPhone. Ana 17 ga yaqin bo'lsa, oranжевый чехол taqmagan. У меня такой этот белые кроссовки. Вот говорят, что ikkita нормальный dugona bo'lmaydi. Men bular nima? Ikkitasi ham нормальный-ku. Фигура зору. Ну, suyakmas. Ну да, жирный. Да, suyak bo'lgandan ko'ra, dumay lutchi. Suyak bo'lgandan ko'ra, dumay lutchi salmdo. Bilchillagan bo'lsa yaxshiroq. Jirpillagan, da. Lekin jirpillagan emas. Jirpillamaymiz. Yo'q, biz normalniy qizlarmiz. Xonim afandi bilan ovqat yegani keldik. Menda atiga 300 lira pulim bor. Menda ham shu. Kartasiga pul o'tib yuboringlar shu pulni.
300 lira. What the fuck, блядь. Instagramda yurishim bir dunyo, hayotda 300 lira pul bilan yuraman. Ayting fikringizni. Men ham вообще takayman, lekin menda ham pul yo'q, ish ham yo'q menda вообще. Pul yo'q, ish yo'q, yigit yo'q. Lekin hozir yurishimizni qaranglar, kapital. Tilla yo'q. Tilla вообще yo'q. Yo'qotib qo'ydim. Shunaqa. Hech nima yo'q degan qizda ham bitta narsasi bo'ladi va nimaligini biz yaxshi tushundik. Bo'ldi, qapatıyorum. Ko'rsating, yozdingizmi? Yozmadim. Yozmabdi, mana endi yozadi. Nozani puli yo'q deyman. Nozaga pul jo'nan deyman, nima deyman? Menda ham yo'q, men ham ishlamayapman. Hozirgi videom ko'rsataman, 47 kilo bo'lgan vaqtlarim. Men bu videoda 18 yosh va 47 kilo edim. Hozir bilet mana shu gapim bugun sana necha biling. 28-sentyabr soat 17:32 da men sizlarga va'da berdim. Kartoshka. 28-sentyabr soat 17:32 da men sizlarga va'da beraman, 20 kilo tashiyman. 20 kilo tashlamaguncha yigitim paydo bo'lmaydi men sizlarga zubda. Mana bunaqa Vivian Sabo. Bunaqa Vivian sabuni birinchi ottеnkasi 2 ko bleskini 22-si это прям bombash fantastik bo'ladi. Endi bizda pul yo'qda Vivian Sabo ishlatishga. Qimmat turmaydi-yu. 300 lira atiga. Voy billahi, 200. Boshqa qizlar sizlar ham qanaqadir yigitlardan pul so'rasanglar o'zinglar как будто fohishadek his qilasizlarmi? Men shunaqa his qilaman. Hattoki bitta suv olib berib qo'ysa ham, agar yigitim nobodada o'zimni tipa fohishadek his qilaman. Mana buni qaranglar, qanaqa yaltiravotdi, это вообще bor-a. Krasivo nakrasилась. 22 zo'r mana shu o'z menga mana bunaqa to'qlang. Bu hozir 800 lira bo'lgan. Men olganimda 600 ga indirim. Ikkita olganman. Original. Suv ichdim, o'shani pulini to'layman. Men bu qiz hamma narsasi faqat kartoshka puli yedi. Bitta yo'mida ish qilib Hangi masaydı? Sen söylemedi ya. Şu en başta. Evet. Kaç dolara göre anlaşanı kutlamışsın. kim bilan? Kaç bilan. Tamam. Kaç yaşındasın? Efendim? Kaç yaşındasın? 18. 18 ya. 19'uma girdim. 19. Evet, ben yabancıyım. O'zbekistonda. Va shu o'zini vaqtida men bu qiz. Boring o'rtoq bo'lmayman siz bilan. 19 yoshli yigitchani oldida meni yerga urdingiz, bilat. Yabancı nima qildi? Yabancı bo'lsam. Xullas, hozir metroga ketamiz. Metroda videoga olish mumkin emas, o'shaning uchun sizlar bilan xayrlashaman. Xullas, meni eng yaqin o'rtog'im, ishongan insonim meni mana bunaqa chekka-chukka joylarga olib keldi. Menimcha nimadir qilmoqchi bu qiz, bilmadim. Знаешь, что один Петер дал мне деньги, Uber, короче, Петер, чтобы оренди. Eng yaqin dugonasini o'ldirish uchun xaytirdan pul olgan kelin. 200 dollarga eng yaqin dugonangni o'ldirgan bo'larmiding? Конечно. Ama esa siz bitta burger bersa, men shu yerda o'zida chopib ketardim. Burger King bersa, tripledan bersa. Siz meni shunaqa qimmatga sotib olsiz, demak men qimmatli insonman. Конечно. Mana o'zi turishim pulda, tipi turishim. Hozir qanaqadir qimmat joyga olib kelyapti, pulim yo'qligini bilib turib. Mayli, kiramiz, ko'ramiz, baho beramiz. Ну, хотя бы bitta kofe позволять qilib olaylik. Turkiyaga kelganda kelib qolarsizlar. Ну, biz Turkiyaga как типа turist bo'lib kelmaganmiz, biz bu yerda yashaymiz, xabaringlar bo'lsin. Nima yo'qmi? Sladkий какой karamel? Karamelni oling. Anaqa xolagan ichidagi karamel topping qilsangiz bo'ladi ichiga. Şekersiz, laktozsuz sütler. Hangi boy olsun? Ben büyük olabilir. Evet. 170. Tamam, Nazlı. Bunaqa berarkan stakanchik. İsterseniz karamel. Seni çekiyor, beni çekiyor.
170 lira bo'ldi. 170 lira bu где-то 5 dollar degani. 5 dollar bo'ldi. Bu ko'rinish menga yoqmadi. Xullas men olgan narsaga pulim yetmay qoldi. Atigi 2 lira pulim yo'q edi, yetmay qoldi. O'shanga arzonroq narsa oldim. Bitta poncha bilan kapuchino. Menimcha qatdan kelganim unutib qo'ydim, uni bilmayman. Judayam moyli, yog'li va judayam shakarli. Tamam. Ham shokolad, qo'ldagisi ham shokolad. O'zi ham shokolad qildi. Xo'p, hozir yeganim bo'yicha shuni ham aytsam, ko'rsataman oldin. Judayam yog'i, moyi, mana bunaqa bilchilgan pirojki bor. Bu yog'li, tasavvur qiling. Yog'da pirojki pishirib olsizda, ichiga shakar qo'shib olsizda, shakarli krem qo'shib olsiz. Xuddi shunaqa prям biqilib ketadigan darajada yo'q, yeyolmayman men. Simbolik hozir shakar shakar qabul qilmayotganimga menga judayam shakarli bo'lib ketdi. No, blin. To'rt. Undan to'rt deya olmayman. Uni prям mazza qilib yeyman. Просто undan to'rt. Hozir bu yerda besplatniy kinoteatr bor ekan, o'shani ko'ryapman. Bu kinomi, nimami bilmayman. Bu yerdan chiqishda o'ng qo'lda besplatniy budka bor ekan. Bu yerda tekinga rasmga tushsanglar ham bo'lar ekan. Ovozim boryaptimi yo'qmi? Buyet qilishyapti menimcha. Chiqqandan keyin rasmga tushsanglar ham bo'lar ekan. Xullas hozir ikkita chiqazdim, bittasi o'zim bilan olib ketaman, bittasi sizlarga qoladi. Mana bitta har xil mana bunaqa odamlar tushgan ekan, prikolniy qilib. Mana buni qaranglar. Prikolni. Mana mashqqa yopishtirib ketdim. Agar buni olib qolsanglar Noboda, meni Instagramda atmetka qilsanglar bo'ladi. Mana shu nikimni yozaman. Atmetka qilsanglar Instagramga qo'yib olaman mana. Sizlarga serdechka qildim. Pikmi bo'ldim. Serdechka и jiddiy bo'ldim. Mana bittasi o'zimda. Ketadigan bo'lsam, Qarochi opasi yosh, yomon joyga olib kelmaydi. Da. No chiroyli bolalar ko'p, no chiroyli degani bu imminni seni baxtli qiladi, unga gap ot degani emas. Chiroy shunaqa narsaki, hozir chiroyli, ertaga uylangandan keyin qorin qo'yib, bilchillab, jum bosib ketsa xunuk bo'ladi. O'shaning uchun har doim steroidda yuradigan odamni tanlash kerak. Ular har doim formada bo'ladi, plus tezda o'lib ketadi. Steroid uradigan bolalar har doim boy bolalar bo'ladi. Tushunasizmi? Ertaga o'lib ketsa, puli sizlarga qoladi o'shani. Tipa milliarder xotin bo'lib qolasa, tushunasizlarmi? Steroidni bolalarni tanlash kerak har doim. No, endi birinchi navbatda hamma ham ko'p yashasin. No, imminni steroid uradigan bolalar no, birinchidan ularning qoni quyuq bo'ladi. Slishkom quyib ketadi qon, tushunasizlarmi? Tez orada o'ladi. Masalan, pochkasi atkaz qiladi ko'plarida. Randomniy qanaqadir holatda yuragi, chunki yurak ham bilamiz, bu yurak mushak degani. Steroid esa mushaklarni katta qiladi, o'shani hisobiga yurak ham katta bo'ladi, chunki yurak ham bu mushak. Biz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga uchun kattakon rahmat. Agar shunaqa uzun videolar sizlarga yoqsa, kommentariyaga yozinglar ham bizlarga yoqdi deb. Ko'proq olishga harakat qilaman. O'zi har yakshanba kuni qatgadir chiqaman deb. Men majburlayman. O'shanda video qo'yishim mumkin. Atak har kuni ham qo'ya olmayman. Pulim ham yetmaydi, vaqtim ham yetmaydi. Hammaga rahmat. Всем пока.